Qur'oni Karimda bu belgilarning ma'nosi qanday? Birinchi belgi, bu belgida to'xtash shart. Siz shu joyda albatta to'xtashingiz kerak. Ikkinchi belgi, davom etish tavsiya etiladi. Shu joyda to'xtamasdan davom etgan afzal. Uchinchi belgi, bu joyda davom etish mumkin, lekin to'xtash afzal. Jim belgisi, ikkisi ham joiz, ya'ni siz bu yerda to'xtashingiz ham, davom etishingiz ham mumkin. Oxirgi belgi, shu joyda to'xtash mumkin emas, davom ettirish shart degani. Navbatdagi belgilar. Sin belgisi, bu sakta, ya'ni qisqa to'xtash degani. Shu joyda biroz to'xtab, nafas olmasdan davom etiladi. Ushbu belgi, siz faqat ularning birida to'xtashingiz kerak, yo birinchisida yoki ikkinchisida, har ikkisida emas. Bu belgi esa Qur'on bobining 8 dan 1 qismi tugaganini bildiradi. Sajda belgisi, bu Qur'onda sajda oyatini bildiradi. Ushbu belgili oyat o'qilganda sajda amalini bajarish kerak. Va oxirgi belgi bu oyat tugaganini bildiradi. Har bir oyat oxirida to'xtash esa sunnatdir.